Aksiyada chanqoq qo'yadigan apparatimiz. Shunday ko'plab poddomi bilan gilaminoz seximizdan ketyapti. Poddomiz 4,5 4,5 5,5 kvadrat chiqadi. Bir donasi 1 tonna yuk ko'taradi. Hajmini ko'ryapsizlar. Kubiklik zakaznoy zavodlardan topdim shu poddomni o'zimiz uchun. Tozalagani ham oson, chunki bu daraja chang to'lish uchun hali ancha vaqt bor. Shu holatda. Hozir Andijon Zelenovosiga Donor akamga o'zi dastavka qilib beryapmiz. Shu skidkadagi eng zo'r chanqoqdan ichlari rezinali uradigan katta usulinli ballonlardan qilingan. Tushib bo'lmasligi uchun ko'tarib yurmaysizlar, o'z yuraveradi kabellari bilan. Shu holatda nech pul deb o'ylaysizlar? 1,5-2 ming dollar sotgandik, $1000 aksiyaga tushirdik, qilib beryapmiz akamiz. Hozir mana shu holatda zo'r mana laboda oldilardan ko'tarib ketganini bilib ko'rasizlar, mana ko'ryapsiz olgancha. Paddom ham og'irda, donasi 20 kilodan chiqadi deyapti. Shu holatda mana berib yuboryapmiz. Xolos aloqaga chiqaverasizlar, kimga shunaqa chanqoq qo'yadigan abordonlar kerak bo'lsa, o'zimiz aloqa qilib yetkazib beramiz.